Abdurahmon ibn Avf'ni bir ajoyib gapi bordi. Qarang, qo'limga tushgan, masalan, 1000 dirham tushsa, hech qachon tushgan 1000 dirham bir kun turmagan menda degan. Darhol olib chiqib ehson qilganman, ertasi kun 10 000 dirham bo'lib kelgan, nima qilay endi degan. Men nima qilay degan. 1000 dirham tushsa, darhol tarqatib bergan. Orasida tijoratiga ham qilganlar boshqa, lekin asosan ehsonga ishlatgan va ertasi kuni menga 10 000 dirham bo'lib kelardi degan. Mendan emas hech narsaning. Agar boylik, mol dunyoni sen shunchaki qo'lda kiri deb, bir vosita deb bilsang, yaxshilikka yetaklaydigan, haqqa yetaklaydigan vosita deb bilsang, u seni qo'lingda turmaydi degan. Sen unga xo'jayin bo'lasan degan va u doim harakatda bo'ladi degan. Shunaqa. Endi agar maqsading, niyating faqatgina boy bo'lib, bu dunyoda mol dunyo orttirib boy bo'lib yashash bo'lsa, unda sen qo'lingda yig'ilgan pulning quli bo'lib qolasan deydi. Umring uni qo'riqlash va ko'paytirish bilan o'tib ketadi degan.